Men sizlar bank produktörler bilan tanishtiraman. Bular bilan tanishib o'qib chiqasizlar. Keyin Ayrabank tomonidan 50 million so'mgacha jismoniy shaxslarga kreditlarimiz bor. Kredit ajratamiz. 17 million so'mgacha biznesga birinchi qadam, 50 million so'mgacha mahalla loyihasi. Buni olish uchun bizlar uchrashib bandlik qilib, tavsiyanoma bilan bankka borishlaringiz mumkin deyman o'zi. Bandlik odam mumkin. Jismoniy shaxslarga deyilgan joy borda, u byudjet tashkilotlari, Shuni aytganlar. ular mikroqarz oladi. Mikroqarz qancha? Mikroqarz 100 milliongacha. 4 yil muddatga. Qanaqangiz 100 million deydi-ku. Ana shuni biz kelamiz, mahallaga kelamiz. Aslida men o'zimning nomimda kredit bor. Kecha yaqinda kelinchagimni olib keldim o'zim. Turmush o'rtog'im xotin deyman, nima deychi? Olib keldi. Ana o'zi degan, ana Dostonga bor, Qozotga bor, Xolmurodga bor, Qozodaga bor degan hangamalar bo'lib ketyapti. Yo'q, agar uni nomida kredit yo'q. Bo'l, ana shuni qanday hal qilamiz? bo'lib keyin bandlik qilamiz. Bandiga qilib qo'ydim endi. Kimga qildik deysiz? O'zim shu xotinni bandlik qildim. Shu yerga Ana kelsangiz shu nima chiqmayapti endi masalan meni bankka uchrashgan. menga 100 million kerak emas. 50 million, 30 million, 40 million kerakdir. Bandlik qilyapsiz, uni bo'lyapsiz, bunga bor. Bankka bordingizmi, o'sha bandlik bilan tavsiyanoma olgansiz, to'g'rimi? Tavsiyanoma ham olganman. Endi u sanoga bor, bunaqa bor.